O'zbekistondagi uy zo'r uy. Uyimizga kirib kelishimizda bizni chiroyli atmosfera kutib oladi. Yangi ta'mirlangan hovlimiz, maydoni esa 5 sotixdan iborat. Hovlimizda chiroyli va keng oshxonasi, ya'ni yozgi oshxonamiz mavjud. Uyimiz 2 qavatdan iborat bo'lib, o'zini 5 ta xonalari bilan ajralib turadi. Uyimizga kirganimizda oshxonamiz o'zini hamma mebel jihozlari bilan qoladi va yerto'lasi ham mavjud. Kattalar yotoqxonasida ajoyib sanuzel. Mehmonlarimizni kutib olish uchun chiroyli shinam, yangi ta'mirlangan mehmonxonamiz bizlarni kutib oladi. Ikkinchi qavatimizda yana bir kattalar yotoqxonasi o'zini sanuzeli bilan. Mehmonlarimiz dam olishi uchun shinam xona. Oilada katta o'rniga ega yosh bolalar xonasi ham mavjud. Uyimizni har bitta xonasida to'pli pol borligi, gaz liniyasi borligi va undan tashqari svet, suvdan muammo yo'qligini eslatib o'tamiz. Ko'rib turgan hovlimiz 19-kvartalda joylashgan bo'lib, narxi 68 ming AQSh dollar so'ralyapti. Biz orqali kelsanglar, narxi kelishtirib beriladi.